Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning 7-avlodlarining qabrlari Samarqanddaligini bilarmidingiz? Ko'rishingiz mumkin. Bu qabr Said Ibrohim ibn Imomi Musxoy Kozim ziyoratgohida joylashgan. Said Ibrohim ziyoratgohi. Haqiqiy jasad mana shu yerda joylashgan. Video kiyganlar bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar, kiymaganlar bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga manzilini aytaman videoning oxirida. Mana shu ko'rib turgan hamma narsalarning eronliklar tomonidan qilingan. Mana shu panjaralar Erondan keltirilgan, tilla suv yugurtirilgan. Mana shular hammasi Eronlik ustalar tomonidan qilingan, maxsus kesilib. Ko'rishingiz mumkin. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan mana shunday ziyoratgoh bor, yagona. Mana shunday Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qabrlarida joylashgan, mana shu eshiklariga o'xshatib qilingan mana shu joy. Bu narsaga hammasi kitoblarda ham yozilgan. Masalan, bu narsani ham ko'rsataman. Kitoblarda yozilgan haqida, qaysi kitobda yozilgan haqida ko'rishingiz mumkin. Tarixiy anbiyo, payg'ambarlar tarixida yozilgan hattoki.